bugun ikkita необычный party bo'ladi. Birinchisi milliy party, ikkinchisi Dilimini tug'ilgan kuni olov party. Xo'sh, birinchi partiga millicha kiyinib borish kerak edi, ikkinchisiga 15-asrdagi. Bilasizlar, menda bunaqa kiyimlar yo'q, shuning uchun kiyimlarimni onam tikib berdilar. Всё, men krasavitsa уже tayyor, ko'rib baho berishinglar mumkin. Oxirgi marta hamma qizlarni bunaqa millichada ko'rganimni umuman eslolmayman. To'g'risini aytsam, вообще boshqacha bo'lar ekan. Hamma qizlar bir-biridan chiroyli. Mana o'zingizlar ko'rdinglar, уже men ikkinchi partiyaga kech qolayotganim uchun tez-tezliklar botdan surdim. Vaqtim juda ham kam bo'lgani uchun mashinada kiyim almashtirishga to'g'ri keldi. Oyog'imga nima kiyishni bilmadim-da, keyin tepib qoldi. Kalish topdim. Maksimalni har bir detalga ahamiyat berishga harakat qildim. O'ylaymanki, o'xshadim. Всё, onash tayyor. Ichkariga kirganimda men 15-asrga tushib qoldim deb o'yladim, chunki hamma chin yurakdan harakat qildi. Hamma bir-biridan juda ham chiroyli. Alo, sizlarlar, alo. Kechqurun soat 2 bo'ldi, parti tugadi, lekin bizning energiyamiz tugagani yo'q. 1 soat keyin blogerlar bilan biz mafiya o'ynadik. Va nihoyat uyga borib, komfortli kiyimlarimni kiyib uxlashga yotdim.